Hop, birinchi Kalkami. grammatikamiz ilka hada. Ilka hada. Bu ikkilanishda ishlatiladi. O'zbekchasiga kada borma bo'lsa kalkahiyo. Boraymikan deb turibman. Ha, Moqta. oldindan o'ylanish. O'sha ikkilangan payt. Qanaqadir niyati yoki maqsadi tomon o'sha ikkilangan paytda ishlatadi. Moqta yemoq bo'lsa mog'ilkahiyo. Yeymikan deb turibman. Yoki yeymikan deb o'ylayapman. Kalkayo. Hada qilmoq bo'lsa halkahiyo. Qilaymikan deb turibman. Xo'p, misollarda ko'rib chiqamiz. Akirashi chumare mo halkoyo. Akirashi chumalda nima qilasiz deyapti. Kedungan yoyuga opsoso chonyo mo nuraninde. Chumareni kompyuterga emil hamyonso chum nolka heyo. U vaqt mobaynida bo'sh Yuka. vaqtim yo'qligi uchun umuman o'ynay olmadim-da. Chumalda kompyuter o'ynash mobaynida biroz o'ynaymikan deb turibman. Ya'ni dam olaymikan deb turibman deyapti. O'ynab turib. Kompyuter o'yinini o'ynaymikan deb turibman. Keyingisi chonyoge mog'ul qo'yiyo. Chonyoge mog'ul qo'yiyo. O'zingga nima yeysiz, yemoqchisiz? Chingudil kuva kachi samyop saril kuva mog'ulka heyo. Do'stlarim bilan birga samyop salni qovurib yeylikmikin deb turibmiz. O'rtoqlarim bilan birga samg'o'salni kuvi mog'ulka yeymiz turibman. Qovurib yeylikmikin deb turibmiz. Xo'yongshido ism zo'r ekan. Xo'yongshido kachi mog'ul. Xo'yongshi ham birga yeysizmi deyapti. Xo'yongshi janob birga yeymizmi deyapti. Hop, bu yerda yana kvago o'tgan zamonda, hyonji hozirgi zamonda kada bormoq kalka hitta. Boraymikan degan edim. Boraymikan deb o'ylagan edim. O'tgan zamon bo'lsa. Moqta yemoq, mog'ilka hitta. Yeymikan deb o'ylanib turgan edim. deb turgan edim. Hozirgi zamonda kalka hada bo'lsa boraymikan deb turibman. Moqta yemoq, mog'ilka hada